Bu preparatlarimizni ishlatilish tartibini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz pertit suspenziya hisoblanadi. Ya'ni bu parrandalar yoki bo'lmasam parrandaxonalar, yirik shoxli hayvonlar saqlanadigan xonalar yoki bo'lmasam yirik shoxli hayvonlarni o'zlarini shu ektoparazitlarga qarshi ishlov berganda suv bilan ishlov beriladi. Ya'ni bu mahsulotimiz suvga qo'shilib sprey shaklida ishlatiladi. Bu mahsulotimiz ham xuddi shu tartibda ishlatiladi. Parrandalar agar bu mahsulot bilan ishlov beriladigan bo'lsa, shu o'zini yo'riqnomasida belgilangan me'yorlarda suvda tayyorlanib, parrandani bosh qismi suvga botirilmasdan qolgan gavdasi butunlikcha suvga botirilib ishlov beriladi. Bu mahsulotlarimiz esa parranda bilan ishlov berilganda parrandalarga qanoti, ikki qanot ostini hamda orqa umurtqa pog'onasini kam miqdorda ishlatilinadi. Ya'ni kukun holatda sepiladi.